Assalomu alaykum. Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, Zohid polvonning muxlislari bormi? Bitta like bosib qo'yingizlar. Xudo xolasa bugun sizlar uchun Zohid polvonning xonadonidan bitta chiroyli video qilamiz. Qani ketdik, Zohid polvon xonadoniga kiramiz. Assalomu alaykum. Zohid polvon, charchamayapsizmi? Yaxshi yuribsizmi? Mana bugun xonadoningizga keldik. Xudo xolasa muxlislarimiz sizni juda sog'ingan, juda kutgan. Muxlislarimiz so'rashib olishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston xalqimizga, Sofirdagi aka-ukalar, Tojikiston xalqi, O'rta Osiyoda xalq aka-uka do'st birodarlarimiz, hammani Alloh panohida asrasin. Hammani mana shunday bir yaxshi kunlarga, to'y tomoshabinlarga yetkazsin. Mana aka sizga ham ijodingizga omad akajon. Hech qachon xalq xizmatini qilishdan charchamang. Rahmat. Doimo ishingizga omad. Mana o'zimiz bu yoqda bu yoqda yursak ham qayerda olish bo'lyapti, qayerda qanaqa vaziyatlar bo'lyapti ko'rib turibmiz. Rahmat sizga ham aka. Rahmat, yilda xizmatdamiz. Aka yo'q. Xudo xolasa. Xo'p, kecha biz Jarqo'rg'ondan bomba polvon bilan bitta video chiqargandik. Andijon qora cho'jalarida kelib boshladi. Bomba oshnamiz ham parrandachilikka juda ham qiziqar ekan. Oshna menga ham kerak degandi. Mana bugun o'zi olib ketganlar keldi. Oshna, marhamat o'zing bir fikrlaringni bildirib o't. Boshda men parrandachilik qiziqardim. YouTube'da ko'rardim. Boshda vodiylardan, boshqa bir yoqdan chiqardi. Mana o'zimiz Surxondaryoga ham ketdi. Polvonlar uchun, muxlislarimiz uchun tuxumga boy bo'ladigan cho'jalarimizni chiqargandik. Zohid polvonimizga mana hozir 200 ta dastlabkilarini olib kelib berdik. Polvon, qanday yoqdimi cho'jalarimiz sizga? Kecha bu polvonni ko'laringizni ko'rdik. Aytadi-ku, masalan mana ko'p yillar aka ko'p yuribmiz. Albatta. Buni nimaliki kasbni yaxshi ko'rish uyat yo'q. Masalan mana biz parrandaga, hayvonchilikka ko'p qiziqamiz mana. Hamma narsa bor. Endi bunday asosiy hamma narsaga bitta qiziqib ko'rganmiz. Endi yoshlikdan qiziqqan narsamiz. Kecha bu polvonni ko'laringizni qanaqasini aytib bir akamlarga telefon qilay. Bu sabab qildiray dedim. Haqiqatan mana ketdi. Yaxshi. Nima deymiz? Har bir narsa mehnatga bog'liq. Albatta. Inson ham, hayvon ham, hamma narsa tarbiyaga, mehnatga bog'liq deymiz aka menimcha. Shunday. Agar sharoiti bo'lgan odamga olib qo'ysa, masalan mana hozir ko'p do'kondan tuxum olib kelamiz. Bari mana uyda 5-6 tovuq bor. U do'kondan 10 ta tuxum yegandan ko'ra uydagi 3 ta tuxum desangiz bir qanday bir ta'm bordek-da endi mana aka. O'zingizdan mahsulot chiqsa yaxshi. Shunga endi masalan mana ukamlar, shogirdlar bor, olishamiz, boramiz. Ko'pincha mana ketish oldiga kelasiz, srojniga. Yaxshi narsa. Albatta. Bo'lsa qilib qo'yish kerak. Buni albatta. Ya buni orqasidan bir daromadga emas, narsa emas, bir ro'zg'or uchun ham kerakli narsa. Uyga. Sharoit bo'lsa. Cho'jalar sog'lom. Mana kecha ham ko'rdingiz, men hozir ham gadi bor. Zo'r, normalni sizlarga ham tavsiya qilamiz agarda. Albatta, uni aytaman aka, kimdirga nimadir yoqadi. Kimgadir bundan kattaroq narsa yoqadi. Kimgadir bundan men uchun masalan yaxshi narsa. Albatta. O'zim qiziqib, go'daklikdan bu narsaga qiziqqanmiz. Shuning uchun men aytdim, kecha telefon qildim birdaniga reklamani qo'yganingizda nima deyin aytmanlaringiz dedim. Mana bugun olyapmiz. Nasib qilgan ekan mana nima deymiz shu? Olib keldik. Gap yo'q. Olib keladigan aka-ukalarimizga ham, shu o'zimizdagilarga ham omad. Albatta. Ishiga rivoj bersin, to'xtamasin. Nima bo'lsa ham ishini omadini sarkim. Agarda kimgadir shunaqangi Andijon qora cho'jalaridan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlari turibdi. Akamizni kunning istalgan vaqtida qo'ng'iroq qilib, mana shunaqangi cho'jalardan olishlaringiz mumkin. Cho'jamiz 5 oy, 6 oyda tuxumga kiradi, Zohid polvon. Yaxshi qarasangiz 5 oy, 6 oyda tuxumga kiradi. Bemalol tuxumlarni olishlaringiz mumkin. Bu uy sharoitida tovuqlardan ko'ra ko'proq tuxum qiladigan turidan-da bu. Xudo xolasa Surxondaryomizga tashkillashtiryapmiz. Endi kirib kelyapti. U vodiyda, tomonlarda ko'p tashkillashtirilgan, bizga endi kelyapti. Xudo xolasa xalqimizga ham tavsiya qilib qolamiz. Kimgadir kerak bo'lsa, Jarqo'rg'on tumanida qaysi mahalla edi? Hayitobod mahallasida telefonda ham batafsil ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi. Necha oylik, necha kunlikda sotiladi hammasini izlari bor. Nechtagacha olsalaringiz topiladi. Dastlabkilarni ham kelishgan holda yetkazib beriladi. Zohid polvonga 200 yetkazib berdik. Gap yo'q. Xo'p, rahmat aka. Endi Zohid polvon muxlislarga gapingizga marhamat gapiring. Sizga yana bitta ikkita savolimiz bor, keyin
sizga savolimizni beramiz. Muxlislarga nima deymiz? Birinchi so'ragan narsamiz duo qilsin. Shu mana bu yerda yuribdi sportsmenlarimiz, musobaqalarda yuribdi. Endi ota-bolalarimizdan bir gap borda aka. Yomg'ir yerdida yer erkak kishini ko'karishiga sabab bo'lganda. Shunchada yomg'irni yer duo bilan yel ko'karadi. Shuning uchun duo qilaveringizlar. Duoda charchamangizlar. Alloh hammamizni yaxshi kunlarga uchratsin. Polvonlarimizni duo qilib qo'yingizlar. Musofirda akalarimiz bor, yurtdoshlarimiz bor. Musofirlar duosi tezroq o'tadi. Duo qilaveringizlar. Yurtimizning polvonlari hamisha Xudo xolasa yurtimiz bayrog'ini bundan-da yuqori ko'tarsin. Surxondaryomiz or uchun kurashsin, O'zbekistonning or uchun kurashib kelamiz, Tojikistonlarga borib. Xudo xolasa duoda bo'lib tursangiz, Zohid polvon omadingizni bersin. Biz hamisha duodamiz. Tojikistonda kurashyapsiz. Boshqa viloyatlarga borib kurashib juda xursandmiz. Surxondaryo xalqi, O'zbekiston xalqi sizlardan. Rahmat. Nafaqat Zohid polvon, hamma polvonlarimizni xursandmiz. Hammasini o'rtasida hammasi. Endi muxlislarimiz videoni shu yerda yakunlasak, bitta narsani so'rashi mumkin. Xudo xolasa 8 da kurash bor. Jarqo'rg'on tumanida judo bo'yicha musobaqa bo'lar ekan. Ana shunga Zohid polvon tushadimi, yo'qmi degan masala bor. Ko'rpalardan shuni so'rashyapti. Ana shunga batafsil bir ma'lumotlarni berib o'tib ketsangiz. Ustozada ikkita o'yinga ham kurashdim aka. Xabaringiz bor, sal mazamga o'radi. Sal ayrim hodisalarga mazza yo'q, sal oyoqda tramon bor. Endi birinchi o'rinda sog'lik, nasib yaxshi bo'lsak, mana ikkita to'yda kurashib ko'rdim, sal kurashim o'xshamay turibdi aka. Sal yana bordi hali tramondan. Sal bir mazza qo'shdi. Nasib bo'lsa, avvalambor Alloh shu kunga yetkazsa, jonimiz omon bo'lsa harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Bo'ldi do'stlar, mana eshitdilaringiz. Xudo xolasa duoda bo'lib turingizlar. Polvonimiz sog'lig'i zo'r bo'lsa, Xudo xolasa 8 da kurashlarni ko'rib qolasizlar. Xo'p, mana shu O'ktam akamiz Surxondaryoga tashkillashtirgan Zohid polvon mana shu birinchilardan kelib Surxondaryoda Andijon qora cho'jalarini narx qilyapti. Shu O'ktam akamizga ham rahmat. Marhamat, tilaklaringizni O'ktam akaga ham aytib olishingiz mumkin. Boya bitta narsani aytdim aka. Kimki nimaiki masalan hissasini qo'shsa, masalan yurtga, xalqga, qishloqqa, shu insonlar hammasiga ishiga, tadbirkor ishiga hammasiga o'ylaymiz. Mana O'ktam akamiz ham shu yaxshi niyatni boshlabdi. Alloh o'ziga qaratmasin, ishlarni omadini berib, doimo xalq bilan xursandchilikda davom etaversin. Rahmat, O'ktam akamizga ham omad, Xudo xolasa davom ettirib, bundan keyin boshqa turlarni ham Xudo xolasa aqlga harakat qiling ekan. Nasib. Rahmat. Shu Surxondaryoni qancha ko'tarsangiz biz xursandmiz. Rahmat. Nasib. Rahmat, hammalaringizga sog' omon bo'linglar. Zohid polvon, sizni ham kurashlarda Xudo xolasa Rahmat. qolamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, mana cho'jalarda tushirish jarayonlari. Zohid polvon qanday cho'jalar yoqdimi? Mana Marat akamdan bomba kam reklamasini biz ham qiziqib uyda bekor payti. Balki bu tovuqni yetkazgan biri deydi-ku. Albatta. Yaxshi narsa. Hammasi ko'tarsa Tagidadan, ola. Nomas polvon. cho'jalar aka. Endi tuxumni bosasizlar, nomas. Deyaptimi? Ishlar bo'layaptimi? G'ayrat qiling. Bu yoqqa Zohid polvon nimani ham qilib qo'yibdi-ku? Ko'pkariga. Ikkovi. Qayerda? Ot qayerda?